Do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar, Xudo xolasa bugun juda katta, chiroyli bir obzor qilib beramiz. Tovuqlarimizni, Andijon qora tovuqlari, tuxumda tayyorlari. Boqaman, katta qilaman. Xo'p, qachon tuxumga kiradi, necha pul bo'ladi deb o'tirmaysizlar. Hammasi tayyor, hammasi tuxumda. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Bugun o'ta qulay, xalqimizga juda ham chiroyli, narxlari ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ko'p qimmat emas, arzon ham emas, lekin to'g'ri. Chiroyli bir obzor qilib berishga harakat qilamiz. Andijon qora jo'jalari, xo'rozlari. Xo'p, dalsh ketdik. Mana ko'rsatamiz. Xo'p, ichkaridan olib beraman birdaniga videoni. Yo, bismillah. Xo'p, do'stlar, bular hammasi 9,5-10 oylik tovuqlar, do'stlar. To'g'ri, ichida o tulakka kirganlari ham bor, lekin tulakka kirdi degan tuxumdan to'xtadi degani emas. Tuxumlarni terganmiz anchasini. Hozir katakka kirdirdik, holda yuruvdi. O'shaning uchun hozir bu ichkarida ham bu ularni ham tuxum qo'ygan, abitdan keyin qo'yganlarni terganimiz yo'q. Hozir ko'rsatamiz. Hammasi. Xo'p, ma'lumotlari, Andijon qora tovuqlari 9,5-10 oylik. O yo'da ottasi yotibdi ham o'zi. Tuxum qo'ygani. Xo'sh, ichida xo'roz, makiyon aralash. Xohlaganlarga ham makiyonni o'zini qilib beramiz, xohlaganlarga xo'rozini ham o'zini qilib beraveramiz, farqi yo'q. Faqat pullarida ozgina raznica bo'ladi. Xo'rozini o'zini terib olaman deganlar sal qimmatroq bo'ladi. Chunki xo'rozlar ham kichkina xo'roz emas. Mana pastroqdan ko'rsatsam, juda ham yirik. Xo'p, xo'rozlar ichida 3,5 kilogacha bo'lganlari ham bor, 3 kiloligi ham, to'g'ri 2,5 kiloliklari ham bor. Hammasi juda ham yirik xo'roz emas. Musulmonlar juda ham katta xo'rozlar. Xo'p, kichiklarini ham birdan ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana bu chuporimiz sal kichikroq. Xo'p, bu ham katta ekan. Mana shunaqa, mana bu chuporimiz ham ozgina kichikroq. Qizilidan deysizmi xo'rozni, qorasidan deysizmi, chuporidan deysizmi, har xilidan bor, do'stlar. Manzilimizni eslatib o'taman, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz, do'stlar. Xo'p. Bu yoqda ham birdan ko'rsatib o'tay. Mana ichkaridagi tovuqlarimiz, do'stlar. Tuxumlarni ham birdan ko'rsatib o'taman, do'stlar. Mana tuxum. Mana. Pastida ham qolib ketgan, somonga aralashib qolibdi. Mana tuxumi. Mana bu abitdan keyin qo'ygan tuxumlari. Yo'q, somon tagida yo'q ekan. O'zi bitta ekan bu. Xo'sh, bu yoqda yo'q ekan. Bu yoqda ham bitta ekan. Bu yoqda ham bitta ekan. Bu tomonda yo'q ekan. Xo'p, do'stlar, mana shular. Mana xo'rozlari, makiyonlari. Xo'p, narxlari, endi narxlarini birdan aytib o'tay, do'stlar. Narxlari xudo xolasa va 150 ming, 140 ming yo'q. 130 ming ham yo'q, do'stlar. Xo'p, 125 ming ham yo'q. 120 ming so'mdan 5 ta makiyonga bitta xo'roz qilib beramiz. Shunda xo'rozlar ham makiyon ham narxi bir xilda ketadi. Xo'p, makiyonni o'zini olaman deganlar 120 ming so'mdan, xo'rozini o'zini terib olaman deganlar 140 ming so'mdan xo'rozlar ketadi, do'stlar. Xo'p, agar makiyonni ichidan terib olaman desanglar, o'zimga yoqqanini terib olaman desanglar, makiyon ham 140 ming so'm. Bir boshidan ushlab berishi
120 mingdan xo'roz makion ham ichida ketaveradi. Yana bitta plyusini eslatib o'taman do'stlar. Yana bitta plyusi kim 100 tadan ko'p bo'lsa, Qashqadaryo, Samarqandgacha. Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo. Mana shuncha joyga dastavkasini tekinga olib beramiz. Dastavka tekin. Toshkentga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga dastavkasi 50 bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari 3 kunlik kichkina jo'jalarimiz ham bor do'stlar. 3 kunlik kichkina jo'jalarimizni 7000 so'mdan sotyapmiz. Xo'roz makan aralash bizda ajratilmagan. 20% xo'roz, 50%, 80% makion deyolmaymiz kichkinalarini. Lekin bularda xuddi shunday qilib beramiz. 20% xo'roz, 80% makion qilib bera olamiz. Agar yo'q, menga xo'rozi kerak emas, makionni bir boshdan olaman desanglar, 120 mingdan dastavka Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Samarqandgacha tekin. 100 tadan ko'p olganlarga, eng kam 100 ta oladiganlarga bu narx. Agar 100 tadan kam oladigan bo'lsanglar, xo'p, narxlari 90-80 ta oladigan bo'lsanglar ham 50% narxini berasizlar, yo'l kirasini, 50%ni o'zimizning hisobimizdan. Undan kam oladiganlar endi yo'l kirasi pullik bo'lib qoladi do'stlar. Xo'p, bugungi yangiliklarimiz shu do'stlar. Xudo xolisa hozir kichkinlarni ham ko'rsatib o'taman. Tuxum tug'mayapti emas, tug'yapti. Tuxum prosent hozirgi vaqtdagi prosentini ham aytib o'tay. Hozir danli moment 50-60% beryapti. Yemlarni bersangiz, yeyuradi. Hozir danli moment yeyotgan yemi mana makka, bug'doy, broilerda yemi. Finishni yemi bor ichida. Mana shu 3 ta narsani aralashtirib beryapmiz. Simichka, sho'rot, anovi, manovi har xil narsani aralashtirib berayotganimiz yo'q. Bor narsani realni ko'rsatib o'tyapmiz do'stlar. Xo'p, shunaqa gap. Hozir sizlarga bo'lmasa, ketdik kichkinlarni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, aka-uka, opa-singillarim, 3 kunlik jo'jalarimiz 7,5 ming so'mdan narxi 100 ta, 150 ta oladigan odamlarga 7 ming so'mdan qilib beramiz. 3 kunlik vitaminlari berilgan, juda ham sog'lom jo'jalar, Andijon qora jo'jalari. Xo'p, 1000 ta 200 ta sotildi bugun, 800 ta qoldi. Hozir naq 800 ta bor machida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, pastdagi nomerlarga WhatsApp, Telegram, Imo, xo'p, Instagram, hamma sotsiytelarimiz bor. Bittadan like, podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolisa yangi chiqadigan sveji videolarni sizlarga chiqarib boraveramiz. Qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Manzil Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. Xo'p, pastga nomerlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. To'g'ridan to'g'ri bemalol aloqaga chiqsalaring ham bo'lardi. Nomerimiz ishlaydi.